Futbolda grand jamoalar ishtirok etgan o'yinlarda yirik hisoblar tez-tez qayd etilib turadi. Albatta, asosan kuchli jamoalar foydasiga. Aynan shuning uchun ham ular grand jamoalar deya ataladi. Biroq, ushbu klublarda ham insonlar futbol o'ynashadi va tabiiyki, ularda ham shunchaki omadsiz kunlar bo'lib turadi. Demak, bugun sizlar bilan 21-asrda top klublarning eng yirik mag'lubiyatli o'yinlarini ko'rib chiqamiz. O'z o'rningizga yaxshiroq joylashib olgan bo'lsangiz, bugungi videorolikimizni boshlaymiz. Aytgancha, videoga like bosish, kanalga obuna bo'lish va izoh qoldirish yodingizdan chiqmasin. Ro'yxatimizni Qirollik klubi boshlab beradi. Raqib jamoalar ustidan yirik g'alabalarni xotirjam kuzatishga o'rganib qolgan Realchilar ba'zida o'z jamoasining yirik mag'lubiyatini ham ko'rishga majbur bo'lib turishadi. Yirik hisobdagi yutqaziqlarning aksariyati klassikolarda qayd etilgan. Lekin ushbu asrdagi eng yirik mag'lubiyat hozirda hattoki La Ligada ham o'ynamaydigan klubga qarshi o'yinda yuz bergan. 2006-yilning 8-fevralida madridliklar Ispaniya Kubogi yarim final ilk o'yini doirasida Saragosa maydoniga safar uyushtiradi. To'g'risini aytganda, o'sha mavsum Real uchun unchalik omadli o'tmayotgandi. Jamoa bilan mavsumni boshlagan braziliyalik murabbiy Vanderlei Luxemburgo muvaffaqiyatsiz natijalar tufayli ishdan olingan. Uning o'rniga esa mavsumni yakunlash uchun Juan Ramos Lopez olib kelingandi. Va aynan Lopez davrida Real Madrid 21-asrdagi eng yirik mag'lubiyatini qabul qilib olgan. O'yinga qaytsak, uchrashuvni hujumkor ruhda boshlagan mezbonlar 14-daqiqada siz va bizga Interdagi o'yinlar bilan yaxshi tanish bo'lgan Diego Militoning sa'y-harakatlari evaziga hisobni ochadi. Oradan ko'p o'tmasdan argentinalik hujumchi 21 va 31-daqiqalarda yana gollar urib hisobni 3-0 ga yetkazadi. Real a'zosi Julio Baptistaning golidan so'ng vaziyat o'nglanishini kutganlar ko'p bo'lgan albatta, ammo yakunda unday bo'lib chiqmadi. Keyinchalik Maur qo'l ostida Chempionlar Ligasi finallarini yondirib yurgan Milito 4-bor o'z nomini tabloga yozdirib qo'ydi. Real shok holatidan chiqib ulgurmasdanoq boshqa bir Janubiy Amerikalik hujumchi mezbonlarning 5 va 6 gollarini kiritdi. Ayniqsa, oxirgi gol Casillas darvozasiga shu darajada chiroyli kiritildiki, qaymoq ranglilar oldinga harakat uchun o'zida kuch topa olmay qolishdi. Yakuniy hisob 6-1. Qizig'i, o'sha o'yinda Real deyarli asosiy tarkibida maydonga tushgan. Jamoada o'sha kuni Casillas, Roberto Carlos, Salgado, Ramos, Guti, Zidane, Beckham, Robinho, Ronaldo kabi Galacticos a'zolari maydonda to'p tepishgan. Lekin yana bir jihatni ham hisobga olishimiz shart. O'sha mavsum Saragosa o'z uyida juda jiddiy raqib edi. 2005-6-yilgi La Liga g'olibi Barsa ham aynan chorak finalda Saragosadan yengilib turnirni tark etgan va ilk o'yinni mehmonda 4-2 hisobida yutqazgan. Real javob o'yinida dastlabki bahs alamini olgandek bo'ldi. O'yin boshidan to yakuniga qadar hujum qilgan Madrid 4-0 hisobida ustun kelgan. Biroq bu Real uchun na final yo'llanmasini berdi, na tarixdagi eng yirik hisoblardan birini yuvib ketdi. Real bor joyda tezda uning azaliy raqibi Barsani ham eslab o'tmasak bo'lmaydi. Katalon superklubi raqiblarini tormor etishni tom ma'noda yaxshi ko'radi. Bu mavsum ham Flick jamoasi juda ko'p o'yinlarni yirik hisobdagi g'alabalar bilan tugatdi. Lekin ushbu klubning yaqin tarixida yuz bergan bir o'yin borki, bu hech qanaqasiga jamoa muxlislari yodidan ko'tarilmaydi. Yuqorida Flickni bekorga eslab o'tmadik. Barsaning 21-asrdagi eng yirik mag'lubiyati ham aynan Hans-Dieter Flick bilan bog'liq. 2020-yil 14-avgust. Muhtasham Estadio da Luz stadioni ikki o'ta yirik klub Barselona va Bavariya o'rtasidagi Chempionlar Ligasi chorak final bahsini qabul qilayotgandi. Pandemiya sababli ma'lum muddatga kechikkan turnir play-off bahslari UEFA qaroriga asosan Portugaliya poytaxti Lissabonda yopiq holatda o'tkazilishi belgilab qo'yildi. O'sha mavsum ikki klub ham ayrim sabablarga ko'ra mavsum yarmida bosh murabbiyini o'zgartirgan edi. Ernesto Valverde o'rniga Kike Setien olib kelingan bo'lsa, Niko Kovac o'rniga Hans-Dieter Flick Bavariya postini egallagandi. Endi bor e'tiborimizni uchrashuvga qaratsak, match kutilganidek o'ta hujumkor ruhda boshlandi.
dastlab 4-daqiqadayoq Thomas Müller nemislarni oldinga olib chiqdi. Ispanlardan tezkor javob esa ko'p kutib o'tirmadi. 7-daqiqada David Alaba o'z darvozasini ishg'ol etib qo'ydi. Shundan so'ng bir necha daqiqa ichida Barsa o'ta xavfli hujumlarni amalga oshirib, o'z muxlislarida g'alabaga ishonch uyg'ota boshladi. Lekin buning barchasi vaqtinchalik xom xayollar bo'lib chiqdi. Ko'p o'tmasdan nemis mashinasi ko'k anor ranglilarni ezg'ilay boshladi. Avvaliga Ivan Perisic kuchli zarba bilan hisobni Bavariya tomonga og'dirdi. Keyin esa 27-daqiqada Serge Gnabry va 31-daqiqada Thomas Müllerning gollari bugun myunxenliklarning to'xtash niyati yo'qligini bildirardi. Tanaffusdan so'ng vaziyat biroz o'nglangandek ko'rindi. 57-daqiqada Suarez ehtimoliy remontadani boshlagandek edi. Biroq bu aslida tin olgan nemislarni yanada jazavaga tushirgan gol bo'lib chiqdi. Oradan 5 daqiqa o'tib, Alfonso Davies Semeduni nafaqaga chiqarib Kimmixga gol sovg'a qildi. O'yin bo'yi gol urishga intilgan Lewandowski esa 82-daqiqaga kelib o'z maqsadiga erishdi. Qolgan 2 gol esa rekord summaga sotib olinib o'zini ko'rsata olmagandan so'ng Bavariyaga ijaraga berib yuborilgan Coutinho hisobiga yozildi. Shunday qilib, yakuniy hisob sharmandali 208. Har yili 14-avgust kelganda esa Barsa heyterlari bir bor bo'lsa-da ushbu hisobni eslatib o'tishni odat tusiga aylantirib oldi. Raqiblarini ayovsiz tarzda zo'rlashga o'rganib qolgan Bavariyaning o'zi ham ba'zida raqiblari oldida ojiz qoladi. Klubning 21-asrdagi eng yirik mag'lubiyati Borussiya bilan o'yinda yuz bergan. Yo'q, bu Dortmund emas, München-Gladbach. Germaniya Kubogi 2-bosqichi doirasidagi bahs 2021-yilning 27-oktyabriga to'g'ri keladi. Borussiya Park mezbonligida o'tgan bahsning dastlabki soniyalardanoq München-Gladbach hujumga o'ta boshlaydi va bu 2-daqiqadayoq o'z samarasini beradi. Gol muallifi Manu Kone. O'sha kuni tajribali Adi Hütter yosh raqibi Julian Nagelsmannni ko'plab jihatlardan mot qilishga erishadi. Yulduzlar bilan to'lib toshgan Bavariya hali o'ziga kelmasdanoq Hütter shogirdlari yana og'rituvchi zarbalarni yo'llay boshlaydi. Remi Bensebaini 15-daqiqada hisobdagi farqni 2 taga yetkazgan bo'lsa, oradan 6 daqiqa o'tib aynan jazoirlik futbolchining o'zi hisobni 3-0 ga yetkazadi. Keyinchalik Nagelsmann tayyorlagan shogirdlar ham o'yinni o'zgartirishni boshlashadi. Ammo dastlabki taymda boshqa gol urish hech kimga nasib etmaydi. Ikkinchi bo'limda comeback qilish maqsadida maydonga tushgan mehmonlarning ustiga Brel Embolo sovuq suv quyib yuboradi. Shveysariya terma jamoasi hujumchisining 51 va 57-daqiqalarda kiritgan gollari o'yin taqdirini butkul hal etadi. Shundan so'ng o'yin ancha sokinlashadi va jamoalar shunchaki o'yinni tugatishni kutayotgandek taassurot uyg'otadi. Bosh hakam Tobias Stiller yakunlovchi hushtakni chalgan payt tabloda 5-0 hisobi yonib turardi. Va bu Bavariya tarixiga 21-asrdagi eng yirik mag'lubiyat bo'lib kiradi. Olmoniyadan Apennin yarimoroli tomon yo'l olamiz. Bu yerda esa birinchi navbatda Italiya futboli tarixidagi eng sovrindor klub haqida so'z yuritmasak bo'lmaydi albatta. Poytaxt jamoasi bo'lmasa-da, butun mamlakat futboliga javob beruvchi klub tarixida yirik hisoblar juda ko'p deb bo'lmaydi, ayniqsa 21-asrda. Juve himoya chizig'i hamisha maqtansa arziydigan holatda bo'lgan, biroq yirik hisoblar baribir bir kun sodir bo'ladi. Keksa Signora tarixidagi eng yirik hisob juda yaqin o'tmishda yuz bergan. Ya'ni 2 yil oldin, 2023-yilning 13-yanvari Napoli bilan o'yin. O'yinga keladigan bo'lsak, Diego Armando Maradona nomidagi stadionga o'sha kuni suyuklilarini qo'llab turish uchun 52 ming tomoshabin tashrif buyurgan. Bahsning ilk daqiqalaridan hujumkorlikka e'tibor qaratgan mezbonlar Viktor Osimhenning 14-daqiqadagi aniq zarbasi evaziga hisobni ochadi. Keyinchalik muxlislar taym yakuniga qadar yana 2 golning guvohi bo'lishgan. Hozirda Parij safida javlon urayotgan o'sha vaqtdagi yil kashfiyoti Khvicha Kvaratskhelia 39-daqiqada farqni 2 taga yetkazadi. Taym so'ngiga yaqin esa Juve a'zosi Angel Di Maria hisobni qisqartirishga erishadi.
Ikkinchi taym to'liqligicha Napoli foydasiga hal bo'lgan. Amir Rahmani 55-daqiqada burchakdan Xvicha tomonidan uzatilgan to'pni darvozaga yo'llaydi. Keyingi gol esa 10 daqiqa o'tib yana bosh bilan aniq zarba bergan Osimhen hisobiga yoziladi. O'yinga yakuniy nuqtani esa Elif Elmas qo'yadi. Hisob 5-1. Eng yodda qolarli holat esa o'yindan so'ng yuz bergan. Spalletti Dodaning shogirdlaridan hafsalasi pir bo'lgan Allegri tomon sekin yurib borishi shunchaki shedevral asar bo'lgandi sizga aytsam. Endigi navbat Fransiya poytaxti Parijga. Arablarning investitsiyasi sababli Fransiya futboli bayroqdoriga aylanib olgan klubning yirik hisobdagi mag'lubiyatlari u yoqda tursin, kichik muvaffaqiyatsiz o'yinlari ham kam kuzatiladi. Va bu albatta ushbu mamlakatdagi boshqa jamoalarning darajasi bilan bog'liq. Lekin klub tarixida shunday bir mag'lubiyat borki, bu yuqoridagi Bavariya yoki Juvelarning yirik yutqazig'idan farq qiladi. 2017-yil 8-mart. Ayni xalqaro xotin-qizlar bayrami kuni Nou Campda Chempionlar Ligasining nimchorak final javob uchrashuvi o'tkazilishi kerak edi. Dastlabki o'yin Parijda o'tgan va unda mezbonlar 4-0 hisobida g'olib chiqqandi. Javob o'yinida esa nimalar bo'lib ketganini siz yaxshi bilasiz. Shunda ham bir eslab o'tamiz. Uchrashuvni maksimal hujumkorlikda boshlagan Barsa 3-daqiqadayoq Suarezning goli evaziga oldinga chiqib oladi. Keyinchalik anchagina vaqt hukm surgan sukunatni Kurzavaning 40-daqiqadagi avtogoli buzib beradi. 2-0 va jamoalar shu holatda tanaffusga chiqib ketadi. Ikkinchi taymning 50-daqiqasida Neymarga qarshi qoidabuzarlikdan so'ng Messi penaltini aniq amalga oshiradi va kambekka bo'lgan ishonchni oshiradi. Biroq oradan 12 daqiqa o'tib Cavani kiritgan gol Camp Nouga yig'ilgan muxlislar ustidan sovuq suv quyib yuborgandek bo'ladi. U paytlar hali mehmonda urilgan gol qoidasi amal qilar. Barsa endi keyingi bosqichga yo'l olishni istasa yana 3 ta gol urish kerak edi. Bu yog'iga katta sahnaga Neymar chiqdi. 88-daqiqada jarimani super tarzda amalga oshirgan yulduz oradan 3 daqiqa o'tib biroz shubhali penaltini golga aylantiradi. 90+5-daqiqada yana o'sha Neymarning uzatgan to'pini Sergio Roberto darvozaga yo'llaydi. Stadionga yig'ilgan 96290 tomoshabin kabi millionlab ekran oldida o'yinni kuzatayotganlar ham bir muddat shok holatiga tushib qolishdi. O'sha kuni 6-gol vaqtida Kataloniyada kichikkina zilzila yuz bergan. O'yinda yaxshigina qo'rqoqlik qilgan Unai Emery shu tariqa PSJning 21-asrdagi eng yirik mag'lubiyatiga qarab yetaklagan inson bo'ldi. Endi esa tumanli Albionga yo'l olamiz. Barchaga ma'lum, bu yerda grand klublar boshqa mamlakatlarnikidan anchagina ko'p. Dastlab Enfieldda mehmon bo'lamiz. Yo'q, hozir Liverpool emas, Manchester United haqida so'z ochmoqchimiz. Ingliz futboli tarixidagi eng buyuk klublardan birining 21-asrdagi eng yirik mag'lubiyati aynan Enfield bilan bog'liq. O'yin nisbatan hali yangi, ko'pchilikning yodidan ko'tarilmagan. 2023-yilning 5-martida Liverpool Premier Liga doirasida Erik ten Hag boshchiligidagi MUni qabul qiladi. Birinchi taym kartinasidan bir jamoaning dahshatli ustunligini ko'rish qiyin edi. Asosan teng kurash bo'layotgandi va hatto Unitedda ham bir nechta golli vaziyatlar yuzaga kelgandi. Lekin taym so'ngiga yaqin, aniqrog'i 43-daqiqada Cody Gakpo pochinni ochib beradi va jamoalar shu hisobda tanaffusga yo'l olishadi. Ikkinchi taymda nimalar bo'lib ketishini bilishganida, balki United futbolchilari maydonga chiqmaslikni afzal ko'risharmidi? Gollar shousini Darwin Nunes boshlab berdi. Gakpo esa davom ettirdi. 50-daqiqa 3-0. Keyin esa sahnaga Unitedning ajali chiqdi. 66-daqiqada Salah farqni 4 taga yetkazdi. 75-daqiqada Nunes, 83-daqiqada esa yana Salah gol urdi. Yakuniy nuqtani esa Roberto Firmino qo'ydi. Hisob 7-0. Shu tariqa Manchester United Erik ten Hag davrida nafaqat 21-asrdagi, balki o'z butun tarixidagi eng yirik mag'lubiyatini qabul qilib olgandi. Manchester shahriga to'xtagan ekanmiz, Unitedning o'gay ukasi City haqida ham so'z yuritmasak bo'lmaydi albatta. Barchamiz bilamizki, Manchester Cityning shonli tarixi asosan 2010-yillardan yozila boshlagan.
Bu aynan arab shayxlarining klub boshqaruviga kelgani bilan bog'liq. Ungacha klubning o'rta-miyonalar safida yurganini hisobga olsak, yirik hisobdagi mag'lubiyatlar ko'pgina topilishi tabiiy. Manchester City'ning 21-asrdagi eng qo'rqinchli mag'lubiyati 2008-yilga to'g'ri keladi. Premier Liganing 2007-8-yilgi mavsum so'nggi turida shaharliklar Middlesbroughga safar uyushtiradi. Riverside Stadiumda o'tgan o'yin esa keyinchalik klub uchun haqiqiy qo'rqinchli tushga aylanadi. O'sha paytlar City boshqaruvida marhum Sven-Goran Eriksson ishlagan bo'lsa, Middlesbroughni yosh umidli coach Gareth Southgate boshqargan. O'yinga e'tibor qaratsak, barchasi 14-daqiqada olingan qizil bilan bog'liq. Mehmonlar himoyachisi Richard Tan o'z jarima maydonchasi ichida Tunjayni yiqitadi va maydonni erta tark etishga majbur bo'ladi. 15-daqiqada belgilangan penaltini esa Stuart Downing aniq amalga oshiradi. Shundan so'ng stadionga yig'ilgan muxlislar keyingi golni ancha vaqt kutib qolishadi va 37-daqiqaga kelib mezbonlar straykeri Afonso Alves City darvozasiga ikkinchi golni kiritadi va shu tariqa jamoalar tanaffusga yo'l oladi. Ikkinchi taymda biroz hujum qilishga harakat qilgan Manchester birin-ketin qarshi hujumlarni o'tkazib yubora boshlaydi. 58-daqiqada shunday hujumlarning birida Stuart Downing shedevr zarbasi ila hisobni yirik holatga keltiradi. Oradan 2 daqiqa o'tib braziliyalik hujumchi Afonso Alves ham dublga erishadi. 70-daqiqaga kelib o'sha mashhur Adam Johnson hisobni 5-0 ga yetkazadi. Ko'pchiligingiz iqtidorli hujumchining zo'rlash ishlari tufayli qamalib ketganini bilsangiz kerak. 79-daqiqaga kelib esa City dahshatli golni o'tkazadi. Bu go'zallikning egasi Fabio Rohenbeck edi. Hech ham gol urishdan charchamayotgan Middlesbrough futbolchilari 84-daqiqada Aliadirning sa'y-harakatlari evaziga farqni 7 taga yetkazgan. Keyin esa City a'zolari quruq hisob bo'lib qolmasin deyishdi shekilli hisobni bittaga qisqartirishdi. Gol muallifi Elano. Hamma o'yinni shu hisobda yakunlanishini kutib turgan payt mehmonlar himoyachisi yana bir gol o'tkazgisi kelib qoldi shekilli 90-daqiqada Afonso Alves hat-trickga erishdi. Shunday qilib, o'yin sharmandali 8-1 hisobi bilan yakunlandi. Tan olish kerak, hisobning bu darajada yiriklashib ketishiga qizil kartochkadan tashqari liganing so'nggi turi ekanligi ham ta'sir o'tkazgan. City hech qanaqasiga quyi divizionga tushib ketmasdi yoki nufuzli o'rinlar uchun ham kurasha olmasdi. O'sha mavsum yakunida ular 9-o'rinni egallagan bo'lsa, Southgate'ning Middlesbrough chempionatni 13-o'rinda yakunlagan. Endigi navbat Angliyaning eng qadimiy va sovrindor klublaridan biri Liverpoolga. 21-asrda Merseyside klubining Jurgen Klopp kelguniga qadar Grand Klub unvoni biroz shubhada qoldi. Klopp bilan esa jamoa yana o'zining shonli davrlariga qaytdi. Biroq eng qizig'i klubning bu asrdagi eng yirik mag'lubiyati aynan Klopp davrida yuz bergan. 2020-yil 4-oktyabr, APLning 4-turi. Endigina karantindan qayta uyg'onayotgan futbol. Birminghamda, Villa Parkda Aston Villa Liverpoolni qabul qilmoqda. Uchrashuvning natijasiga biroz ta'sir etib yuborgan holat darvozabon Allisonning yo'qligi edi. O'sha yillarda braziliyalik darvozabon tez-tez jarohat olib, muhim o'yinlar Adrianga qolib ketgandi. Ushbu o'yinda ham ispaniyalik darvozabon birinchi golni Villaga shunchaki sovg'a qildi. Gol muallifi Ollie Watkins. Dastlabki golini 4-daqiqada kiritgan hujumchi 22-daqiqaga kelib dublni rasmiylashtirdi. Ikkala golga ham jamoa sardori Jack Grealish assistentlik qilgan. 33-daqiqaga kelib Muhammad Salah hisobni bittaga qisqartirdi. Misrlik mega yulduzning golidan so'ng barcha endi Liverpoolning kambekini kutayotgandi. Biroq oradan 2 daqiqa o'tar o'tmas John McKean oradagi farqni yana 2 taga yetkazdi. Bu goldan hali o'ziga kelib ulgurmagan Liverpool a'zolari 4 daqiqa o'tib yana gol o'tkazib yubordi. Ollie Watkins hat-trick muallifi. Tanaffusda Kloppdan ko'rsatma olgan yigitlar o'yinni qutqarib qolishga urina boshladi. Lekin o'sha kuni Villa futbolchilari tepgan har bir to'p Adrian darvozasi to'rlarini izlab boraverardi. Ross Barkleydan gol, Grealishdan esa assistlar borasida hat-trick. 60-daqiqaga kelib Salah yana o'z nomini tabloga yozdirib qo'ydi. Hisob 5-2. 6 daqiqadan so'ng esa Grealishning benefisi boshlandi. Watkinsdan pas, Grealishdan zarba va yana rikoshetli gol. Kimdir yumay kelgandi o'sha kuni. Va bu yakun emasdi. 70-daqiqada juda yuqoriga ko'tarilib ketgan Liverpool himoyasi yana bir bor pant berdi. O'sha vaqtdagi Grealish esa bunday vaziyatlarni yamlamay yutardi.
Shundan so'ng ikkala klub ham hisobga rozi holatda o'yinni tugatib qo'yish uchun o'ynay boshladi. Qayd etish joizki, o'sha mavsum Yurgen shogirdlari uchun anchagina og'ir o'tdi. APLda peshqadam Citydan 17 ochko kam jamg'arildi va 3-o'rin egallandi. Angliya Kubogi va Liga Kubogida 4-raunddayoq yurish to'xtadi. Chempionlar Ligasi chorak finalda Realdan mag'lubiyat yetmaganiga Angliya Superkubogi ham yuta olinmagandi. Shunchaki unutib yuborish xohlanadigan mavsum. Merseysidedan London tomon yo'l olamiz. Tarixiy klublardan bo'lishiga qaramasdan, Grand klubga aylanishi aynan 21-asrga to'g'ri keladigan Chelseaning ushbu asrdagi eng yirik mag'lubiyati o'zi kabi yangi boylar bilan bog'liq. 2019-yilning 10-fevralida bo'lib o'tgan APLning 26-tur o'yinida Manchester City Etihadda aristokratlarni qabul qiladi. O'sha mavsum klubni Antonio Contedan qabul qilib olgan boshqa bir italyan Maurizio Sarri avvaliga klub bilan liga chempionligi uchun kurash olib boradi. Biroq mavsum yakuni tomon klubning ko'rsatkichlari ham pasayishni boshlaydi. Aynan shunday o'yinlardan biri Cityga qarshi o'tgan. Bahsni faqatgina g'alaba uchun o'tkazishga tushgan Man City 4-daqiqadayoq Rahim Sterlingning goli evaziga hisobni ochdi. Oradan 4 daqiqa o'tib Sergio Aguero XG'da 90% dan yuqori bo'lgan golli vaziyatni ko'kka sovurdi. Lekin bu holat Sergio uchun faqatgina motivatsiya bo'lib xizmat qildi. 13-daqiqada Zinchenkodan to'pni qabul qilib olgan argentinalik yulduz Kepa qo'riqlayotgan darvozaning yuqori to'qqizligini nishonga oldi. Shunchaki wow. Biroq Aguero bu bilan to'xtamoqchi emasdi. Ustiga ustak Chelsea futbolchilari ham buni ta'minlab berishni o'z bo'yniga oldi. Ross Barkleyning zargarona uzatmasidan so'ng Kun hisobni 3-0 ga yetkazdi. 25-daqiqaga kelib esa o'yin taqdiri uzil-kesil hal bo'ldi. Himoyachilar tomonidan qaytarilgan to'p Ilkayga kelib qoldi va nemis futbolchisi turgan joyidanoq to'pni darvozaga aniq yo'lladi. 4-0. Bu yog'iga o'yin ancha sokinlashdi va jamoalar taymni shu hisobda yakunlashdi. Ikkinchi taymning boshlanganiga 10 daqiqa o'tar o'tmas yana City gol urdi. Qanotdan jarima maydonchasiga yorib kirgan Sterlingni Azpilicueta ilib oldi. 11 metrlik nuqtadan esa Aguero adashmadi. Bu goldan so'ng Chelsea shunchaki o'yinni rasmiyatchilik uchun o'ynashni boshladi va City ham bunga norozi emasdi. Lekin biroq baribir 80-daqiqaga kelib City yana bir gol urdi. O'shanda shaharliklar raqiblarini mashg'ulot manekenlari kabi ortda qoldirgandi va Guardiola o'yinda eng maza qilgan golni kiritgan. Rahim Sterling 6-0. Ushbu mag'lubiyatdagi barcha aybni Chelseaga ham to'nkab bo'lmaydi aslida. Chunki o'sha paytda City eng vahshiy versiyasini yoqqan. Chempionlik uchun Liverpool bilan kurashib 98 ochko orqali birgina farq bilan chempionga aylangandi. Sarri esa o'sha mavsum yakunida Londondan yana Italiyaga qaytib ketgan. Aslida biz yana ko'plab grantlar haqida so'z ochmoqchi edik, biroq videoning juda cho'zilib ketgani hamda ba'zi highlightslarga YouTube qo'ygan cheklov sababli bir nechta yirik mag'lubiyatlarni tezlashtirilgan holda eslatib o'tamiz. Arsenal tarixidagi eng yirik mag'lubiyat 2011-yilning 28-avgustida Manchester United bilan yuz bergan 208. Yana bir Shimoliy London grandi Tottenhamning 21-asrdagi eng yirik mag'lubiyati esa boshqa bir Manchester klubi bilan o'yinda yuz bergan 2013-yil Man City Tottenham 6-0. Milanning ushbu asrdagi eng yirik yutqazig'i 2019-yil Atalantadan qabul qilingan 0-5. Interda esa asrimiz avvalida aynan akasi Milandan qabul qilib olingan 0-6. Atletico Madrid eng yirik mag'lubiyatini 2007-yil Barselonadan 0-6 hisobida qabul qilgan bo'lsa, Borussia Dortmund 2018-yil Bavariya maydonidan 0-6 hisobi bilan qaytgan. So'zimiz yakunida sizga kichik bir iltimosni yetkazib o'tamiz. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va kommentariyada o'z izohingizni qoldiring. Faqatgina shu yo'l orqali siz bizning kichikkina harakatimizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Sizlar bilan futbol faktlari, o'zingizni asrang.